Ukalar, futbol o'ynash yaxshi, lekin fanat bo'lishlik ahmoqlik. Futbol o'ynash yaxshi, jismonan sog'lom bo'lasan, terlaysan va hokazo. Lekin fanatik bo'lib olib, o'sha televizorda 2 soatlab, 3 soatlab futbol ko'rishlik ahmoqlik bo'ladi. Yaxshilab bilib olinglar. Odamlarda narxi shunaqa bir pasayib ketganmiki, o'sha bitta to'p darvozaga kirsa, qiyomatni qoyim bo'lganini ko'ravering. Baq shunaqa baqiradi. Endi gol qo'yib olsa yana qiyomatni ko'ring. Sevimli klubi gol qo'yib yubordi. Ko'zinglarni ochinglar, musulmon odam fanatik bo'lmaydi. Agar gol bo'lmay qolsa yana qiyomatni ko'ravering. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Odamlarda narxi pasayib ketyapti, ukalar, narximiz pasayib ketyapti bizga. Bitta to'pni shu darvozaga kirishiga ko'zimiz to'rt. 2 soat o'tiramiz. Gol. Yo bo'lmasa, yutkizib qo'ydik. Ertasi kuni chiqib olib, somorda soatlab muhokama ketadi. To'g'rimi? Odamning qadri uni kimlar maqtayotganligi bilan o'lchanyapti. Odamning qadri unga kimlar ergashayotganligi bilan o'lchanyapti. Agar faqat odamlar erishayotganligi bilan uni qadrli desangiz, futbolist orqasida milliardlagan muxlislari bor. Ammo biz kimdan ibrat olamiz? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Alloh taolo aytadi, qiyomat kunida biz ular uchun hech qanday qadr